Assalamualaikum warahmatullahi do'stlar. Hammalarning kengashinglar xayrlik bo'lsin. Amazon tor mulozamatlari darsininki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda bo'lsa EC2dagi ba'zi iqtidorlarni o'rganib o'tamiz. Undaqda biz servicesdan EC2ga kiraylik. Kirgandan keyin o'sha EC2ninki dashbordga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir muncha alayliklar var. Aldanki dersde biz running instance da instance'ni bir şeyde kurup, yani yangi bir mavhum kompüter kurup şunun da meşgulatlarını ip bağlan edik. Endi bugungi dersimiz bo'lsa, mushu dashborddagi ba'zi narsalarga qarab baqaylik. Buningni qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz tagisini o'rganib bo'ldik. Instance type'ga kiradigan bo'lsak, instance type'da bizningki mushu qurgan instance'ninki ya bo'lmasa bağlagan instance'ninki har xil turlarini ko'rsatib berdi ekan. AMI'da bizningki mushu qurgan instance'larimiz mishada ko'rinib turdi. Volumes degan mushu biz qurgan instance'ninki diskining cho'ng kichikligini mishadan ko'ra olamiz. Buningda yangi bir volumes qurib, disk qurib qila olamiz, uning cho'ng kichikligini o'zgartira olamiz. Snapshotda biz qurgan shu instancening copy nusxasini ola olamiz, ya'ni backup mishada backup qilib, uning bir nusxasini ep qo'ya olamiz. Security groupsni oldingi darsda o'rganib o'tgandik. Buningda shu instance qurgan vaqtida qaysi portlarda ruxsat berganligimiz, qaysi portlarni ishiltirganligimiz, HTTP mi, HTTPS mi, TCP mi degandek shu bexatarlik guruhlarni shu yerda qura olamiz. Endi Elastic IP'da masalan biz har qatim bir instance qursak, o instance'ninki IP'si o'zgarib turdi va yoki biz qurgan instance'ni bir qatim taqib etib stop qilib o'tib, uni qaytadan restart qilsak, ya'ni qaytadan qo'zg'atsak, uning IP'si o'zgarib ketadi. Endi biz IP'ning o'zgarmasligining oldini olish uchun qanday qilamiz deganda, Elastic IP'dan birini qurib, shu Elastic IP'ni shu instance'ga bog'lab qo'ysak, har qatim qo'zg'algandimi IP'si o'zgarmaydi. Bu bizningki başqa yerda ishlatilgan IP'ni har qatim qo'zg'atgan vaqtida o'zgartirishimizni oldini oldi. Ammo bu Elastic IP haqli bo'lganligi uchun buni ishlatgan vaqtida alohida diqqat qilishinglarni umid qilaman. Endi keypairs bexatarlik ochqichini mishar bo'ldi. Sizga maxfiylashtirilgan maxfiy nomerni chiqarib berdi. Mush orqali siz instance'ga bog'lanish va yoki boshqa ishlarni qila olasiz. Load balancer'da nima ish qilamiz degan vaqtida biz masalan bir instance qurgan bo'lsak, shu instance'ga kiradigan torninki besimini mishadan tanisha olamiz. Masalan, bu yerda create load balancer qaraydigan bo'lsak, 3 xil load balancer bor ekan. Qaraydigan bo'lsak, classic load balancer, network load balancer, application load balancer deb. Endi classic load balancer degan nima degan vaqtida biz mushu bu hamda HTTP, HTTPS, TCP qatorliq mushu network protokolga ishlatildi. Hamda biz buningda qurgan masalan bir classic load balancerni qurgan bo'lsak, shuningda masalan qanchalik tor mushu bir instance kelsin, qanchalik tor aqimi yan bir instance kelsin degandeklarni mushu classic load balancerda tanishalaymiz. Endi network load balancer degan nima deganda bu mushu TCP, TLS, UDP qatorliq mushu network protokollarga ishlanadi. Endi buningda biz bu yerda qanday bo'ldi degan vaqtida bu ma'lum bir mushu port nomeriga keladigan besimni tanishalaymiz. Masalan, ma portdan kelsa, mavu instance'ga mavu target grupga mansun deymiz. Bu yerda qanday desak, bir tal masalan network load balancer bo'ldi. Uning ostida bir muncha target gruplar bo'ldi. Target gruplarda biz o target gruplarga
portni shuningga berimiz, port berimiz. Hem target grupningki aslida ko'plagan o'sha instancelar bo'ldi. Ya'ni bir qancha xil instance'ni bir targetga, yana bir qancha xil instance'ni yana bir targetga beramiz. Shu masalan 80-portdan kirganlar bo'lsa, ma targetga kirsin, target A'ga. Masalan 80-80dan kirsa, ma target grupga kirsin deganni mushu network load balancer orqali qila olamiz. Endi application load balancer de qanday desanglar, bu faqat HTTP ve HTTPS network protokollarga işlendi. Endi buningda mesela HTTP'nin bir iqim yani yoki tor besimi kelsa, bunu mavi mesela 80'den kelsa ma'ga kirsin yoki 243'dan kirsa mavi instance kirsin deb mushu application load balancer degan ishlatamiz. Hamda buningda faqat shu cheklimiz hamda HTTPS bilan bog'liqlik. Bu hamda load balancerninki farqi ishlatish o'rni mushu. Hamda asli qarayolsak mana target groupda bayamqi degan network load balancerni mishar qilamiz. Biz avval target group quramiz. Target groupning ismini, instance'ni beramiz. Masalan, TG1 qilib, TG1 qilamiz. Hamda instance'ni beramiz. Buningga qaysi network protocol shuni beramiz. Masalan, HTTP bo'lsa 80, HTTPS bo'lsa 243 degandek. Hamda buningda o'zimiz xohlaganini beramiz desak, TCP qilib bu yerga 80-80, 90-90 degandek portni bersak bo'ldi. Ondan keyin qaysi mushu virtual private cloud deydi. Qaysini ishlatamiz, default mu yoki o'zimiz bergan custom VPC mi shuni bekitamiz. Shuni bekitgandan keyin bu yer target gruplar bo'ldi. Bu target grupga biz bayamqi bizniki instance'ni bir yerda assign qilamiz. Bu target grupniki ishiltish o'rnimiz shu. Auto scalingda hamda bu auto scaling degan nima degan vaqtida masalan bir instance bo'lsa hamda bu instance'ga erishilgan besim o'xshamaydi. Masalan, shirkatning ma'lum bir tor beti bo'lsa, o tor betda kunduzi jiqroq ishlatgich kirdi. Shunga u vaqtida bizniki shu instance'ninki saplimizi yoki bo'shliqi cho'ngroq bo'lishi, CPU'si degandek cho'ngroq bo'lishi kerak. Hamda kechligi, kechliklari masalan jiq odam kirmaydi, jiq odam ishlatmaydi. Shunga u vaqtida bu kichikroq bo'lib, normal holatda bo'lsa bo'ldi. Shunga mushu cho'ngish, kichiklashni hamda mushu auto scalingda qilamiz. Hamda scaling vertical and horizontal deb bo'ldi. Hamda EC2 faqat horizontal scalingni qo'llaydi. Ya'ni tuz siziq bo'yicha, hamda vertical tik siziq. Shunga bu hamda EC2da faqat tuz siziq bo'yicha bo'ldi. Cho'ngaytib kichikiltalaymiz. Hamda mana keyingi darslarimizda o'tirgan RDS vertical bo'lalaydi. Shu miyadagi auto scaling'niki nimasi tushuntirilishi shu. Ya'ni biz shu instance'niki cho'ng kichikligini vaqtga qarata ishiltish o'rniga ishiltish vaqtiga qarata belgilaydiganligimizni shu belgilashni shu auto scaling'da qilsak bo'ldi. Ya'ni auto scaling groups deydi, grup qo'shish orqali bu auto scaling'ni scale up, scale down qilib yuqoriltib, to'ltib qilsak bo'ldi. Bugungi EC2 to'g'risidagi darsimiz mishinchilik bo'lsin. Undaqda keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.